Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ko'p akalarimiz motoblok so'rashganda, mana kech bo'lsa ham sizlarga motobloklarning narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'pchilik 7 ot kuchli so'rashyapti. 7 ot kuchli traktorchalarimizdan kelgan Kentaur firmasiga tegishli original bo'lishlari mumkin. Motorlari kelgan bo'lsa 170, yozuvlari 7 ot kuchli original motoblokchamizdan yetib keldi. Xo'p, pichoqlariga kelgan bo'lsa 4 qator turbasi bo'ladi. Ichida 24 ta pichog'i bo'ladi, bitta qatori zapaska bo'ladi. 7 ot kuchli motoblogimiz. Narxlarini va shu skidka narxda beramiz. Narxlari 2.900 ming so'mdan. Kimga qiziq bo'lsa, xo'p, Skyline firmasiga tegishli original motoblogimizdan yetib kelgan. Baklariga kelgan bo'lsa 5 litrli bak qo'yilgan. Bu masli filtrlari originalidan 2025 birkalari, mana motoriga ham o'yib yozilgan masli datchiklari bor. Birkalarini ko'rishlaringiz mumkin. 2025-yil 7 ot kuchli motoblogimiz. Narxlari 3.400 ming so'mdan. Hop, salarkali so'ragan akalarimizga salarkalik 10 ot kuchiga ega motorlari 173, 10 ot kuchiga ega 2025-yil mana birkalari 2025 original Kentaur motoblogimizdan yetib keldi. Motorlari 173. Balonlari to'rayib kengayadi. Balonlarni ko'rishingiz mumkin. Mana Skyline'imiz ham to'rayib kengayadi. Bunimizning narxi hozirgi kunda narxi skidka narxda 4.8 ming so'mdan olishlari mumkin. Manzilimiz Qo'qonda joylashgan Kentaur do'koni akalar. Optim narxlarda.